Assalomu alaykum hurmatli aka-uka aziz birodarlar. Hozir juda ham ko'p aka-ukalar aloqaga chiqishdi. Farg'odaga taksi parkingiz bor. Nima deysiz? Bo'ladimi shunaqa qilsa deb so'rashdi. To'g'risini aytaman, bu narsa 8 yil Yandex kirib kelgan bo'lsa, juda ham ko'p insonlar harakat qilishdi. Lekin ochuvchasiga aytaman, bu narsa to'liq yo'q. Nimaga? Chunki bizada bo'lsa nechta bir 500 ta odam bo'lar Toshkent shahridan. Ja bo'lsa bir hamma yig'ilib bir 5000 ta odam bo'lar. Lekin sizlarga bitta narsani aytib o'taman. Hozir Toshkent, O'zbekiston bo'ylab o'zini o'zi band qilgan, ya'ni aynan taksi sohasida o'zini o'zi band qilgan haydovchilarning soni 200 mingtadan oshgan. O'shaning uchun bu meni fikrim bo'yicha dengizdan bir tomchi. O'shaning uchun bu rol o'ynamaydi. Bu yoqda ikkita variant bor. Bittasi yo'q, haqiqatdan birdamli bo'lib turib, hech kim ishga chiqish kerak emas. Ana o'shandagina bir hafta ishga chiqmasa nimadir o'zgarish mumkin bo'ladi. Lekin bir kun yoki 2 kun, даже 5 kun chiqmagan taqdirda ham bu hech narsani o'zgartirmaydi. Mana bu o'sha mendan so'rayotgan aka-ukalar uchun meni fikrim. Shunaqa. O'shaning uchun vaziyatga qarab ish qilish kerak. Kimdirlarning mashinasi arendada, kimdirlarning oilasi qiynalgan ahvolda, kimdirlar qarzi bor. O'shaning uchun ularga bu narsa ko'tarmaydi. Shuni ham inobatga olish kerak. Mayli ularga ko'tarmasa ham zato bizga chiqsa bo'ladi degan odamlarning soni ham juda ham kam bo'lganligi uchun u ham foyda bermaydi. Shunaqa gap. Bu meni chista o'zimning fikrim. Shunaqa gap. Kuninglar yaxshi o'tsin. Zajigayim bolalar, birgamiz, charchamaylar.